Yo, hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan voice kapam bo'ladi. Bolalar, bugun mo'ykaning ikkinchi qismi. Hozir ertalab ko'rib turibsizlar. Mashina sekin o'tib olaylik. Bugun sizlarga katta yangilik bor. O'tgan videoni ko'rmagan bo'lsanglar o'tib ko'rib olinglar. Bizning Telegram kanalimiz bor. O'shanga o'tib olsanglar, agar kanalimizda 50 ta bo'lsa, Telegramda ham, YouTube'da ham bo'lsa, YouTube'da stream qilaman, Telegram kanalda akkauntlar tarqataman. Tekin akkauntlar. O'tgan videoda Jiguli Follow uni egasini topdim. Uni egasi qaytarib bering dedi. Men hamma xarajatlarni pulini oldim. Uni o'rniga yangi Jiguli oldim. Mana nomerni olib qoldim o'zimda. Mana diskalarni ko'rasizlar, vashshe zo'r. Endi bitta bu vashshe tez yuradi, lekin bitta minus tarafi bu mexanika. Men mexanikani yaxshi hayda olmayman. Shunisi minus. Mayli, bizda kim bor? Usta tanish bor. O'shandan yana qildirib olamiz. Mana o'zi o'chirib qo'yaman. Vashshe qiyin mexanika men uchun. Haydagan bo'lsam 1-2 marta haydagandirman. Endi nima qilamiz? Ovozini eshitinglar. Vashshe maza bor. O'g'ani. Даже militsiyalar ham chapachaladi. Lekin men mexanika qiynalaman. Hozir biz ustaxonadan bitta narsamni olsam, keyin ketamiz. Uch qolaverar ekanda. Mexanika demay, shu pravo o'tganda o'qimaganman. Men 4 ta приложение o'tkazib qo'ydim telefonimga. Taksi, avtobus, dostavka, gruz. 4 talasiga mashina kerak, lekin 4 talasiga 4 xil mashina kerak. Menda hozir taksiniki bor bo'ldi. Lekin to'g'ri o'tamiz. Biz bu orqasiga aylanib o'tib narsani olib ketamiz. Men boshqa ish qidiryapman, chunki bu yerda oilaga vashshe kamga qoldi. Mashinaning xarajatlari bor. Meni planim yana yangi bitta biznes ochish. Qaniydi? Bo'ldi. Biznes ochmoqchiman. Bu biznes bilmadim endi qanaqa bo'ladi. Bu arzonroq bo'lsa yaxshi bo'lardi menga. Tayyor bo'lsa vashshe zo'r bo'lardi. Endi men sekin kafega bormasam, ertalabdan qornim ochman. Qornim och. Uyda o'zim ovqat tayyorlamayman, o'shancha har doim kafedan yeyman. Tayyorlashni ham bilmayman birinchidan, ikkinchidan erinaman. Voh, to'rimizni ko'rasizlarmi? Vashshe zo'r, lekin mashina borib. Yo'lda parod qilma. Sekin o'tib yaxshi. Sekin qayerga boramiz? Voy, gayi. Yaxshi ko'rmadi. Ko'rsa yana shtraf yozadi. Qochay. Mashina mana o'chirib qo'ydim mashina. O'chqovurar ekan mexanika. Chiqib ketdim. Sekin ana. Tak bundoq qo'yamiz.
hozir ovqat yeb chiqsam, keyin sekin videoni boshlayman. Bo'ldi, yeb chiqdim, qornim to'ydi. Vashshi maza qildim, lekin keyin sizlarga bitta narsani ko'rsatdim. Vashshi zo'rday kapot. Mana ko'rsam ichini. Adashmasam egasi 414 ta ot kuchi bor. Keyin yana nimadir, bu oddiy Jiguli emas-da, bu tayyorlangan, kompyuterlashtirilgan Jiguli. Shuning uchun tez. Lekin men buni baribir avtomat korobka qilmasam vashsha qiyin bo'ldi. Sekin orqanchasi chiqib keta olmayman. Uch qolaverar endi mashina. Lekin haydashni o'rganib olsam oson. Men o'rganib qolganman-da, avtomat korobka. Kursga o'tish qiyin bo'ldi, mana. Shuning uchun tinchgina avtomat korobka qo'yganman. Uni qilish oson. Bitta ustaga beraman, pulini beraman, bo'ldi, qilib beradi. Men lekin biznes topishim kerak. Qattandir bo'lsa ham biznes topib olishim kerak. Va yana qizildan o'tib ketdim. Mayli, hozircha pulimiz bor. To'lashga pulimiz bor. Lekin agar to'lamay qolsak, mashina shtrafnaga ketadi. Ko'cha quyosh ekan, shuning sekin mashina qilib qo'yamiz. Mashina ham joyiga o'chib qo'ydi. Tak. Uni qulflaymiz. Chunki bilib bo'lmaydi, usta qachon keladi. Usta biladi, mashinam tursa, chunki mashinam yetib qo'yaman. Hamchi kalti tiqib ketamiz. Ana bo'ldi. Endi sekin taksi chaqirib ketsam, men ish qidirib kelaman. Keyin ish topgandan keyin sizlarga videoni qilaman. Xo'p, bo'ldi. Kalitni oldim ustaxonadan, bo'ldim dedi usta, lekin tez bo'ldi, qoyil mana. Men ish gaplashib keldim, to'g'ri biznes sotib oldim. Bankdan kredit olib sotib oldim, ustaxona sotib oldim. Bu yerda men hozir ko'rsataman. Men ustaga salqin qo'yib qo'ying desam, qo'yib qo'ygan joyini qaranglar. Qani ko'ramiz, avtomat korobkani endi. Yaxshimikan, yomonmikan? Hop. Bismillah. Ketdi. Yaxshi. Mana men boshqaga hozir masalaga ko'rsataman qattaligini. Ya jinnilar ham bor deb. U joy sotib olishga kredit olmasam bo'lmas edi. Tez qutulib ketsam kerak. Nima bu signal chaladi? Keyin bu men yashayotgan joy O'zbekiston emas, bu yerda hamma narsa dollarga o'lchanadi. O'zbekiston bo'lganda men уже bu yerda boy bo'lgan bo'lardim. Mana shu ustaxona meniki. Endi bu yerga bitta ishchi olsam, vashshi zo'r bo'lib ketadi. Bitta ishchi olaman. Mana mashinaga balonlar ham shu yerga ekan. Уже menga bu tekindi. Mana KPM servis. Shuni bitta voice servis qilish kerak edi.
Ani mayli, o'zi yaxshi debdi. Mana bu yerda shinalar sotilar ekan. Nomer aloqaga chiqasizlar. Bemalol. Lekin bu yerda shinalar ham qimmat ekan, yaxshi foyda. $3000 shunaqa ekan adashmasam. Endi bu yoq meniki. Bo'tgan bitta ishchi olamiz, bo'tgan olamiz. Bu tepasida nimaligini bilmadim, buni nimadir bor-da. Yaxshi, lekin bo'tga ikkita ishchi sig'adi, ikkita yoki uchta. Qani men plan ko'raylik-chi. Kreditni tez olsam kerak. Chiqolmayman. Chiqolmayman qilib qoldim. Voy. Chiqay. Qilib qolman bor-ku. Joyi bor ekan, o'sha yerga qilib qolman. Mana bo'ldi. Chiqib oldim, bir amallab osilib bo'lsa ham chiqib oldim. Navbatga qaytib tushmayman. Ammo xolodilnik yaxshi. Shkoflar, ustalar anjomlari yaxshi, lekin yana shkof, bitta eshik, shkof, moy yaxshi. Yana bu yerda ham balonlar bor ekan. Как раз mashina buzilsa, eski kelaman deyapti. Ram tushiring. Mana. Zo'rlik. Bagajini ko'rasizlarmi? Bo'ldi. Ketdim men. Bo'tganda ikkita juft olaman-da. O'shalar o'zi yurg'izib qarab, men просто takka pul olib ketaman bo'ldi. O'sha mazza bo'ldi, lekin bor-ku. Mo'ykadan ketganim ham yaxshi bo'ldi. Mo'ykada yurishmayapti ishlayam. Mashinalar ham kamaydi. Lekin o'sha suv tushishi boshladi. Radaryomish qilib. Lekin bo'tam yaxshi. Men bu ustiga ham yetib ko'rdim. Yo'llar shu yaxshi dillar. Bir qoidalarimiz tashadimi? Bizda pul bor-ku. Endi sekin bankdan kreditlarni yopsam, hangisidan chalyapti? Nimasidan chalyapti bular? Qizildan o'tib ketaman deyapti. Benzin full. Nima qilishni ham bilmayman bor-ku. Qani mashina bozorga kirib ko'ramiz. Lekin avtomat korobka qo'yganim yaxshi bo'ldi. Pechkalari ham zo'r qo'yildim. Mashina bozorda mashina yo'q. Aytgancha bugun yakshanba-yu. Bosaylik. Mashina ham sotib olishim kerak. Mashina zo'r savdo bo'ladi bor. Konteynerlar kelib turadi, furalar keladi mashinaga. Sekin o'tamiz. Mayli, video vaqti ham bo'lib qolgandir. Lekin mashinani qo'yishik. Mana. Qoplaymiz. Hammaga xayr bo'ldi. Bugungi video tugadi. Sog' salomat bo'linglar. Endi bu videoning nomi mo'ykachi emas. Biznesmen yoki ustachi bo'ladi. Yoki mo'ykachida qolaveradi. Nima? Xayr.
Ha, keyin aytgancha biz agar elita bo'lsa, men stream qilaman, sizlarga qiziq narsalar qilaman. Agar Telegram kanaliga ham o't qo'ysanglar, birinchi o'sha yerda nimalar bo'layotganini bilib tursanglar bo'ladi. Xayr.